imtihonlarni mana shu test sinovlarimizni 60% ga topshirsangiz sertifikat olasiz. 100% emas, 60% deylik. Biznikilar O'zbekistondan kelganlar qanchalik qiynaladi? Masalan, boshqa Tojikistonlik, Qirg'izistonlik bilan bir solishtirganda rus tilida darajasi qanaqa bo'lish darajasi? Afsuski juda ham past darajada. Patent olish uchun, RVP olish uchun, vid na жительство olish uchun har bitta sertifikatlarimiz muddati bor. 5 yilga beriladi, 5 yilga. Do'stlar, mana biz hozir o'sha imtihonni говорение, ya'ni so'zlashish bosqichini ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Migrant kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'plab migrantlarimizga kerak bo'lgan rus tilidan imtihon topshirish haqida gaplashamiz. Xabarimiz bor, hammamiz o'sha har xil hujjatlarni rasmiylashtirish paytida, patentga, RVP, VNJ fuqarolik olish paytida albatta rus tilida imtihon topshirishimiz kerak. Bugun shuning uchun maxsus shunaqangi test markaziga keldik. Mana biz Moskva shahrining deyarli markazidamiz. Orqamizda mana o'sha Belarus vokzali, Belarusskiy vokzal, Belarusskiy kolchovoy liniyadan chiqiladi. Shuni yon atrofida 100 metr hammasi shu yerda shu test markazi bor. Hozir kirib ular bilan bir suhbat qilamiz. Mana shu absolyut test markazi ekan. Bu yerda mana patent, RVP, VNJ, grazdanstvoga rus tilidan imtihon topshirish mumkin. Telefon raqamlari bor. Shu hozir bular bilan kirib, ulardan test o'zi qanday topshiriladi, nimalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni ko'pchilik bizni yurtdoshlarimiz rus tilidan qiynalishadi, to'g'ri ochiq aytganda. Shunga qanaqa imkoniyatlari bor, shularni gaplashamiz. Marhamat. Здравствуйте. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Charchamay ishlab turibsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Mana biz kanalimizdan maxsus keldik, shu yurtdoshlarimizga rus tilidan imtihon topshirish bir jarayonni ko'rsatib. Endi ko'pchilik xabaringiz bor, endi bizlar qiynaladi ochiq aytganda rus tilidan. To'g'ri. Shunga har bir shu bosqich qanday bo'ladi, nimalarga e'tibor berish kerak, shunga bir umid tushuncha bersak. Mana hozirgi kunda adashmasam patentga bor, RVPga bor, VNJga bor, grazdanstvoga bor. Ko'p savol berishadiki, ya'ni birdaniga o'sha VNJga topshirib qo'ysam, keyin patentga ham, RVPga ham o'tmaydimi degan savollar bo'ladi. Shu bo'yicha bir bosqichma-bosqich tushuntirib o'tsangiz. Nima farqi bor ularning bosqichlari o'rtasida? Har bitta уровенimiz boshlang'ich уровень bu patent bo'ladi. Patent imtihoni bu eng elementar уровень русского языка desak. Patent olish uchun imtihonlarni mana shu test sinovlarimizni 60% ga topshirsangiz sertifikat olasiz. 100% emas, 60% deylik. RVP olish uchun, то есть разрешение на временное проживание 70% darajada bilishingiz kerak. Shu savollarga 70% darajada javob berishingiz kerak. Savollar o'sha-o'shami, bir xilmi? Yo'q, savollar farqli. Rus tili tilini уровеньga qarab farq qiladi. Rus tilini bilim darajangizga qarab. И следующий экзамен, keyingi sinov, test sinovimiz bu vid na жительство. Vid na жительствоni olish uchun sinovni 80% ni bajarishingiz kerak. И eng oxirgisi bu lingvodidaktika, bu гражданство, то есть fuqarolik olish uchun, pasport olish uchun chet el fuqarolari shu sinovni topshiradi. U yerda 66% gacha bilish kerak rus tilini. Rus tilini o'zini qanaqa boshlari bor? Masalan, men eshitganim говорение degani bor. Yana qanaqadir audiирование degani bormi? Shularni ham bir tushuntirib o'tsangiz. Leksika, grammatika, keyingisi o'qish, bu o'qish bilim darajasini imtihon topshiruvchi odam testlarni, kichkinagina tekstlarni o'qiydi. Ya'ni sizga o'qib beradi ular. Yo'q, o'zi o'qib test sifatida shu topshiriqlarni bajaradi. Keyin audiирование, то есть eshitish, rus tilini eshitish, tushuntirish bo'yicha, то есть testiруемый. Quloq soladi. Quloq solib test nimani, har xil tekstlarni shu tekstlarga javob beradi. Demak, o'sha biron bir matn bo'lsa, shuni ruschasini eshitib ko'radi, qanchalik tushunganligini keyin test qilib topshirish kerak. To'g'ri. Keyingisi rus tilidan yana yozma imtihonimiz bo'ladi. Yozish darajasini bilinadi. Har xil blanklar to'ldirishi biladimi, yo'qmi, shuni imtihon qilamiz. Shundan keyin shu tarix bilan huquqdan topshiradi, shu bilan bo'ladi. Eng asosiysi говорение, то есть gapirish, so'zlashish imtihoni. Shu yerda ham o'z qiyinchilik tug'iladi bizga. Adashmasam shu gapirishni yozib oladi videoga. Обязательно, да. Videoga yoziladi.
audioga yoziladi, rasmga olamiz. Hozirgi kunda demak bormasdan imtihon topshirish mumkin emas. Har bir odam o'zi shaxsan kelib, shunaqangi maxsus markazlarda topshirish kerak. Albatta, endi ko'pchilik bormasdan pul berib topshirsa bo'ladimi degan savol. Yo'q, bu mumkin emas-da. Mumkin emas bunaqangi. Do'stlar, siz kechirasiz. Mana biz tanishimiz Javohir ham imtihon topshirgan ekan. Bularning ham ozgina suhbatini olamiz. Assalomu alaykum Javohir. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalay bo'ldi imtihon topshirish? Nimaga topshirdingiz imtihon? Patentga topshirdim, patent olmoqchidim. Shunga topshirdim. Yaxshi, menimcha. Qiynalmadingizmi? Yo'q, harakat qilsa oson, albatta. Bu opani o'zbek tilini bilishi foyda qildimi? Yordam berdimi sizga? Ha, mana shunisi eng katta plyus bo'ldi. Men Sahroda ham topshirganman oldin. U yoqda kompyuter bilan qilinadi-ku, topshiriladi. Bu yoqda qiyinroq qanaqadir. Hamma joy bosim borga o'xshaydi, rus tilida boshqaga o'xshaydi. Bu yoqda o'zimizda opa, agar tushunmagan joylarimni so'radim, bir ikkita joylar. O'zbekcha javob berib, oson bo'ldi. Yordam bermadilarmi imtihon paytida? Yo'q. Umuman olganda psixologik holatda ahamiyati katta. Shu bosim bo'lmasa topshirsa bo'ladi. Endi javobini kutamiz dedi adashmasam 2-3 kundan keyin shunaqa. Mana shu endi imtihon ko'pchilik imtihonda qanaqadir psixologik bosim bo'lishi mumkin-da. Shu o'zini yo'qotib qo'ymasligi uchun nimalar qilish kerak? Tayyorgarlik jarayonidami, kelgandanmi shu markazlarga? Bizning test markazlarimizda malakali mutaxassislar ishlaydi. Har bitta imtihon topshiruvchiga individual munosabatda bo'lamiz. Hayajonlanishlarni oldini olish maqsadida, yana nima deyishim mumkin? Menimcha hech qanaqa qiyinchilik yo'q, elementar savollar bo'ladi. Asosan patentga topshirayotgan fuqarolarimiz juda ko'p. Juda ham rus tilini eng elementar uroveni. Qiyin emas savollarimiz. Mabodo deylik, ana shu qiynalayotib turgan bo'lsa, yana qayta topshirish mumkin, tayyorgarlik ko'rib. Albatta. Vaqt o'tgandan keyin uyga borib tayyorgarlik ko'rib kelib. Albatta. Agar imtihonni bir subtestida o'ta olmasa, spravka beradi. Keyin shu odam qayta topshirish huquqiga ega. Agar ikkita subtest, masalan, leksika, grammatika va o'qishdan o'ta olmasa, afsuski unda to'liq topshiradi imtihonni. Boshqatdan to'lov qilib, boshqatdan topshiradi. Boshqatdan to'lov qilib. Qancha vaqtda chiqadi bu hujjati? Hujjatimiz 4-5 ish kunida tayyor bo'ladi. Imtihon topshirgandan keyin, ma'lum vaqt o'tgandan keyin shu 4 kunda demak qo'liga hujjat beriladi. Albatta. Shu hujjatni ko'rsa bo'ladimi? Shu hujjat bo'lsa kerak. Mana. Bu sertifikat deyiladi bu. Mana sertifikat, do'stlar, mana bu sertifikat. Endi bu yerda bir savol paydo bo'ladiki, birinchidan bu sertifikatlarni Rossiyada kimlar berish huquqiga ega? Masalan, bu yerda adashmasam, Rudayn deb yozilibdi. Undan tashqari yana boshqa institutlardan topshirish berish mumkin. Ya'ni ko'chada har qanday maktab, universitet yoki biron bir o'quv markazi bera olmaydi bunaqa hujjatni. Albatta. Qaysi Rossiyada kimlar berish mumkin? Buni qanday hakka borishga aldanib qolmaslik uchun shunaqa markazlarga qayerdan topsa bo'ladi? Test markazlariga internetda ko'rishlari mumkin, ochilgan test markazlariga borib imtihon topshirishlari mumkin. Keyin yana bir narsaga ahamiyat berish kerak. Har bitta sertifikat, to есть patent olish uchun, RVP olish uchun, vid na жительство olish uchun har bitta sertifikatlarimiz muddati bor. 5 yilga beriladi, 5 yilga. Fuqarolik uchun olinayotgan sertifikatlarimiz бессрочный. То есть muddati yo'q deyiladi. Muddati yo'q. Buni endi savolki, mana Sahroda migratsiya markazi bor. Shu yerda dokument degan hujjat berilyapti ularni. Ular birinchidan ham narxi arzonroq, ham adashmasam muddati yozilmagan ularni. Undan buni nima farqi bor? U dokument, u sertifikat emas. To'g'ri, u yerda keyin u imtihonlarni agar bilsangiz, kompyuter orqali topshirishadi. 20 ta savoldan iborat bo'lib, u yerda og'zaki imtihon yo'q. Agar kompyuterni yomon biladigan fuqarolarimiz bo'lsa, to есть bilasiz, yoshi kattalar uncha kompyuter yaxshi bilmaydi. Ular u yerda qiynalishadi deb o'ylayman. Lutshi yaxshisi bizga o'xshagan mana shu test markazlarida topshirsa, chunki odamga individual munosabatda bo'lamiz. Nima desam bo'lar ekan, tushunmasa o'zbek tilida ham tushuntiramiz. Mutaxassislarimiz juda malakali. Adashmasam hozir bunaqa sertifikatlarda hatto O'zbekistonda ham topshirib bo'ladigan qilib qo'yish. Albatta. Biz test markazlarimiz O'zbekistonda, Tojikistonda bor, Rossiyaning bir qator shaharlarida, shuningdek Rossiyaning avtonom respublikalari, Dog'iston, Chechen respublikasi, Boshqirdiston, Tataristonlarda ham bor. Mana endi xo'p, yaxshi bilmagan odam nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Qanday tayyorgarlik ko'rish kerak imtihonga? Siz oldingizga kelish uchun.
Rus tilini o'rganish kerak, elementar. Hech bo'lmasa qanaqadir kalimalar, jumlalarni bilish kerak rus tilida. Elementar kommunikativ munosabat. То есть ko'chaga chiqqanda, magazinda o'zini tuta bilish kerak. O'zini tuta bilish kerak deganim, bu deganim rus tilida tushuntira ola bilish kerak. O'zini fikrini tushuntira ola bilish kerak. Ha, bunga biron bir maxsus saytlar bormi? Bor, albatta, bizning saytlarimiz bor, o'sha demo testlar dedik. Shuningdek, saytda ham adresni qoldiramiz. Da, saytlarimiz bor. Menimcha, sizning xabaringiz bor. Rus tiliga bepul o'qitish. Ha, bizni aytgancha yaxshi eslatdingiz. Mana hozir O'zbekiston hukumati tomonidan rus tiliga bepul o'qitilyapti. O'sha Rudayn bilan hamkorlik qilib, o'zi bir bizni nima obunachilarimizning xabarlari bor. O'sha 72 akademik soat bu o'qitilyapti. Shundan foydalanib, shuni bitirib ham adashmasam kesib o'tsa bo'lsa kerak. Sizlarda o'sha o'yin yetsa kerak. Yana bitta narsa, meni ayolim rus tilini yaxshi gapirmaydi. Hozir ham endi ancha-muncha muammosi bor, lekin harakat qilyapti. Shu patentga sarxaraga imtihon topshirishga borishdan oldin shu bir saytda shu demo testda o'rganib borib o'zi topshirdi-da. Ya'ni o'sha haqiqatan ham demo testlar foydasi bo'lar ekan. Albatta. Tayyorgarlik ko'rilsa. Endi ko'pchilik haqiqatan ham qanday qiladi deb bizkilar nimaga o'rganib qolgan? Ozgina qiyin ekan deb turib, shu pul berib bir yo'lni izlaydi. Qanaqadir noqonuniy yo'lni izlaydi. To'g'ri. Aytmoqchimanki, bunaqangi bu juda murakkab emas. Topshirsa bo'ladi, ozgina harakat qilib, imtihonga harakat qilsa bo'ladi. Keyin bo'lib mana biz o'zimizdan kelgan manaqangi bog'bon bizga o'xshagan o'zimiz opalarimiz bor. Tushuntirib, kerak bo'lsa o'sha tayyor ba'zi adashmasam ba'zi markazlarda qo'shimcha pul evaziga alohida tayyorlash ham bor. Bor, shunaqa men ham eshitdim, bor. Lekin bizda hammasi bepul o'tkaziladi. Bepul ulardan kelasizlar. Bo'lmasam shu hozir bizga bir odamlarga ham tushunarli bo'lish uchun o'sha anketalar, kelgan odam nimalar to'ldiradi, qanday topshirish bilan ko'rsatish jarayonlarini. Men ham bir harakat qilib ko'rsam, bir imtihon topshirishga. Mayli. Do'stlar, mana biz hozir o'sha imtihonni gavariniya, ya'ni so'zlash bosqichini ko'rsatamiz sizlarga. Unda bir harakat qilib ko'rsak. Mana men videoni yoqyapman. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Батыржон. Фамилию мне полностью назовите, Шерматов Батыржон Пулатович. Откуда вы приехали? Из Узбекистана. А на какой уровень будете сдавать экзамен? На патент. Давайте мы с вами поговорим о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, про свою семью. Ну, я женат, у меня 3 детей. Сколько человек всего у вас в семье? 5 получается. 5, да. Дети ходят в школу. Живем в Москве. Давно живете в Москве? Я живу давно. Дети вот недавно приезжают, как бы. Ну, дети тоже вот с 1 класса учатся в школе в Москве. А чем вы занимаетесь в России, в Москве? Я юрист. Я юрист, блогер. Представьте, что вы хотите сфотографироваться. Пришли в фотосалон, скажем так. Объясните мастеру, какую фотографию вы хотите сделать. Здравствуйте. Мне нужно фото 3х4, 8 штук на сдачу на документы. Shu tarzda o'tadi imtihonimiz. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, umuman murakkab emas, faqat odam o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Tushunishim bo'yicha shunga o'xshagan oddiy hayotdagi holatlar, mana adashmasam o'sha do'konlarda bo'ladigan, magazinlarda bo'ladigan holatlar, mana o'sha fotosalonda bo'ladigan yoki biron bir internet do'konida bir narsa zakaz qilish, shu bilan bog'liq hayotda bo'ladigan ko'p uchraydigan holatlar bo'yicha shunaqangi erkin suhbat bo'ladi. Shu narsa yozib olinadi, ya'ni o'sha deylik yuqori tashkilotlar buni ko'rib qanchalik odam shu rus tilida gapira olishini, o'zini fikrini yetkazib olishini ko'rsatish maqsadida. Va bu narsa albatta tushunishim bo'yicha saqlanadi doim. Ertaga bir tekshiruv bo'lganda ham, boshqa bo'lganda ham haqiqatan ham o'zi topshirganligini, qonuniy topshirganligini isbotlovchi bir hujjat bo'ladi. Shuning uchun buni aldab o'tish iloji yo'q. Ya'ni buni bir boshqa joyda kelib topshirmasdan iloji yo'q. Albatta shunaqangi maxsus markazlarga kelib topshirish kerak qonuniy yo'l bilan. Tayyorgarlik ko'rsa bo'ladigan jarayon. Endi Muhammad o'z haqingizda ham ozgina gapirasiz. Siz O'zbekistondansiz? O'zbekistondan. O'zbekistonda qayerdansiz? Namangandanman. Namangandan. Qancha bo'ldi Rossiyaga kelganingizga? 10 yil bo'ldi. Ancha bo'lib qolibdi Rossiyaga. Ancha bo'lib qolibdi. O'zim rus tili o'qituvchisiman. Rus tili o'qituvchisiz. Namanganda universitetni tamomlaganman. Siz o'zingizda bitirganmisiz institutni? O'zimizda o'qiganman, Namanganda bitirganman. Universitetda rus tili o'qituvchisiman. Bu yerda hujjatlaringizni o'tishdan, qabul qilishdan muammo bo'lmaganmi? Muammo bo'lgani yo'q, lekin men Obernaukida Rossiyada nostrifikatsiya qildim. Diplomimni shu diplomim bilan mana ishlayapman. Ishlayotganimga 2014-yildan beri shu sohada ishlayman. Umuman kelishingiz, ko'chib o'tishingiz, joylashishingiz muammolar bo'lgan bo'lsa kerak.
albatta busiz iloji yo'q joylashish. Lekin mana o'zingiz mana o'rningiz topsiz, o'zingiz shu sohangiz bo'yicha ishga kiribsiz mana. Endi har kim ham ko'p ko'ryapmiz, vrachlar, o'qituvchilar va boshqa ishlarni qilib yurganini ko'ryapmiz o'zim sohasidaman. Mana siz o'z sohasida ishlayapsiz, bu ham bir yaxshi holat, biz xursandmiz. Chunki oddiy meni o'zimni o'qituvchim, bizni boshlang'ich o'qituvchimiz ko'rdik. Shunaqangi bir boshqa ish ishlayib turgan ekan. Eshitib ozgina nima bo'ldim. Harakat qilamiz ularni ham shunaqa yordam berib joylashtirishga. Endi mana shu 6 yildan beri shunaqa imtihon qabul qilishni qo'llanyapsiz ekan. Biznikilar O'zbekistondan kelganlar qanchalik qiynaladi? Masalan, boshqa Tojikistonlik, Qirg'izistonlik bilan bir solishtirganda rus tilida darajasi qanaqa bo'lish darajasi? Afsuski juda ham past darajada. Past darajada. Ulardan ko'ra pastroq. Tojikistonliklar yaxshiroq biladi deb aytaman. Afsuski. Как бы это печально не было, но men o'ylardim Tojikistonlar uncha bilmaydi ularni. Yo'q, meni praktikamda, amaliyotimda ko'proq o'zimiz O'zbekistonlik SNG davlatlarining ichida O'zbekistonlik o'zbeklarim qiynalishadi. Shunaqa. O'tolmaganlar ham bo'ladi imtihon? Albatta, o'tolmaganlar ham bo'ladi, qayta tayyorlanishadi, o'tishadi. Uni hech nimasi yo'q. O'tolmadim deb tushkunlikka tushishga hojat yo'q. Ha bu imtihonni topshirib olmasa bir muammo paydo bo'lmaydi, hech kim deport qilib olmaydi, jarima solmaydi. Yo'q. Faqatgina shuni topshirsa, ertaga biror hujjat rasmiylashtirishga yordam beradi, shu asos bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak. Endi ko'pchilikda shunaqa hayajon bo'ladi, mana qayta gapiryapmiz bu narsani. Rahmat katta Mahmud opa, salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Xo'p, mayli. Omon bo'linglar, rahmat. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, kirib chiqdik. Mana Moskva shahrida shunaqangi Absolut degan test markazi bor ekan. Telefon raqamlarini, manzillarini qoldiramiz opsiyaniyada, videoning o'zida. Mana shunday qilib sizlar bilan yana bir migrantlarimizga kerak bo'lgan hujjatlar rasmiylashtirib kerak bo'lgan yana bir bosqich haqida bugun gaplashdik, ya'ni imtihon qilish bosqichi haqida. Bundan keyin ham shunaqangi kerak bo'lgan, foydali bo'lgan mavzularda borib bevosita shunaqangi markazlarni ko'rsatib, ular bilan bir suhbat qilib, shunaqangi bir tushuntirishga harakat qilamiz. Doimo bizni kuzatib boringlar. Rahmat, salomat bo'ling.